Vokzal parkini oldida mana shu domda, chap qo'limizdagi domda 3-qavatda srochniy 52 mingga uy chiqdi. Hozir ichkarini ham obzor qilamiz. Kimning yana ozgina savdosi bor deyaptilar akamiz. Yangi remont qilingan, faqat mana shu narsalarni yig'ishtirib o'zlari bilan olib ketadilar. Mana shu aboylari juda yangi qilingan, yangi krashini eshiklar qo'yibdi. Skvoznoy planirovka bo'ladi. Bu tarafiga balkonchasi bor. Operator yaqinroq qilasiz. Mana 2 ga 3 metr balkoni bor. Kuxnini agar chiqarsa, naqd 3 ta xona bo'ladi. Mana shu katta xona. Ko'plar uydan uyga kirilmaydimi deganlar uchun bu alohida xona bo'ladi. Mana shu alohida xona bo'ladi. Bu ham spalni batareyalari bor. Juda ham issiqgina. Uy rang yangi remont qilingan. Bu ikkinchi xonasi. Ana endi bitta kuxnini ko'rsatamiz. Agar mana shu kuxnini agar balkonga chiqarsa, mana bitta detskiy xona qilsa bo'ladi. Bu xonasiga ham terezasi bor. Remont qilingan kafelar yopishtirilgan, bitta mebeli qolgan. Sanuzagini ko'rsatamiz. Operator 52 ming yana ozgina savdosi bor. Kim agar uy bo'lsa, srochniy kelinglar. Vokzal parkini oldida 4 qavatli binoni 3-qavatda joylashgan.